Assalomu alaykum sevimlilarim. Bugun sizlar bilan shunaqa shokoladniy rulet tayyorlanishini o'rganamiz. Qani ketdik. Idishimizga bismillah deb tuxumlarimizni choqib olib, shakarimizni solib, 5 daqiqa yaxshilab oppoq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Xuddi shunaqa bo'lib ko'pirib chiqqanidan keyin o'simlik yog'imizni solib, vinchik yordamida ohista aralashtiramiz. Ketidan quruq massalarimizni bitta idishimizga solib, hammasini yaxshilab aralashtirib, 4 etapga bo'lib, yaxshilab elab, tuxumli massamizga solamiz. Hammasini bir tomonda aralashtiringlar. Shunaqa peshni yumshoq massa bo'ladi va 30 ga 40 razmerda duxovkamizga 180 gradusda 25 daqiqada pishirib olamiz. Endi kremini tayyorlaymiz. Tvorojniy sirimizni saharniy pudra bilan yaxshilab ko'pirtirib olib, so'ng qaymog'imizni solamiz. Yana yaxshilab ko'pirtirib, shunaqa qattiq krem bo'lgandan keyin ruletlarimizni sovigandan keyin orasiga kremimizni yaxshilab solib, bir tekisda kremimizni surib chiqamiz. Bir xil qilib kremlab bo'lganimizdan keyin ruletimizni ehtiyotkorlik bilan o'rab 30 daqiqada muzlatgichga yuboramiz va bu orada biza glazurini tayyorlab olamiz. Qaymog'imizni gazga qo'yib issiqroq qilib olib, ustidan shokoladimizni solib, 1 daqiqadan keyin yaxshilab aralashtiramiz va glazurimiz tayyor bo'ladi. Keyin ruletimizni ustidan shunaqa qilib shokoladlarimizni bir xil qilib oqirib olamiz. Ortib qolgan kremimizdan ustiga shunaqa qilib nasotka yordamida chiroyli qilib gullarda chiqarib olamiz. Bezatilishi xohishingizga ko'ra bo'ladi. Ruletlarimizni 20 daqiqadan so'ng bemalol tanovul qilsak bo'ladi. Ruletimiz yoqqan bo'lsa, duolaringizda eslab qo'ying.